otlar hozir ham bormi? Kam. Kam, ha? Juda kam. Oldingi otlar bilan hozirgi otlar nima farqi bor? Oldingi otlar bilan hozirgi otlar yer bilan osmoncha farqi bor aka. Farqi nimada deb o'ylaysiz? Farqi nimada? Hozirgi otlar bari nozik polvonlarga o'xshab. Ilgarigi otlar bizga o'xshab qattiq bo'lgan. Ilgari bir kun uydan chiqib ketsak 40 kunda kelardik ot minib. Hozir mana 5-7 kilometrga ortib kelyapsiz bu otlarni. Shu eski qadimiy otlar qolmayapti. Shunaqa otajon. Hozirgi ilgarigi minib yurgan velosipedlar yaxshi otni ko'p qilib qo'ygan. Hozirgi minib yurgan otvozlar otlarni barini izrasviy qilib qo'ygan. Ko'rishib o'tmasa o'tmaydi. Otlar hozirgi otlar kelinchak bo'lib qolgan, yetalamasang yugurmaydi. To'g'rimi? Shunaqa. Hoji boboy, men otlaringizga bir e'tibor berib qaradim-da. Shu otlaringizni mana bu bo'g'im tomoniga paypoq o'ratmas ekansiz. Bu bo'g'im bu otda haligi bo'g'imiga bu haligi adyol o'rash bu biznesmenlarning ishi. Yo'q. Bu ot oyog'ini raq qiladi. Shuning uchun O'zbekistonda 2 yilda ot oyoq ishdan chiqaveradi, bari g'ulum bo'lib choq yorib. Bo'lmaydizmi? Buni ota bobomiz o'ratmagan. Bu paypoq, buni bari kecha yaqinda chiqqan. Bu otni 40 gradus suyagida issig'i bor. U terilab 80 gradus bo'ladi. Yechib tassangiz ot oyog'i hammasi suyag o'sib ketadi.